Qadrli obunachilar, navbatdagi gigant darvozamizni mana olib kelib o'rnatdik. O'ta ideal holatda o'rnatildi. Qo'qon shahariga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz o'ta ideal holatda chiqdi. Oppoq zamoklardan qo'yib berdik mana, chiroyli qilib. Darvozamizni razmerlari, materiallari, narx-navosi haqida sizlarga qisqacha ma'lumot beramiz. Razmerlari yana 4,5, bo'yi 3,60 razmerda bo'ldi darvozamiz. Listlarimiz 2 listdan bo'ldi. Bir qavatli 2 list. Ortiqcha bir ovoz boshqa narsa yo'q, qalin bo'lgan hamma yo'g'i. Stoykalari, korobkasi polni 10 ga 10 bo'lgan, ikkala yoni tepa qismi 10 ga 5, pastki qismiga shviller qo'yib berganmiz bo'ldik. Baquvvatdan bo'lgan. 10 ga 10 3 stenka bo'lgan qalinlar. Darvozamizning rama profillari, mana profillar rama profili deyiladi. 6 ga 4, 1,5 qalinlikda bo'lgan bu. Kraskalarimiz Devo markadagi kraskadan ishlatganmiz. O'ta ideal holatda chiqdi. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 850 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Biz manzilimiz Farg'ona Bog'dodda. Darvozalarni O'zbekiston bo'ylab shunday chiroyli holatda qilib o'rnatib beramiz. Qator bersangiz, orqa taraflarini ham ko'rsatib qo'yaman. Darvozamizni orqa taraflari ozgina qorong'i tushib qoldi. O'ta ideal holatda chiqdi darvozamiz. Yaltirab orqalari ham chiroyli chiqdi. Eshiklarda mana ochilib bekilishlarda umuman ortiqcha bir ovoz yo'q. Sentr zamok. Darvozamiz mana bitta qanoti 220 dan bo'lgan mana. O'ta ideal holatda. O'rnatishlari ham 0 ga o'rnatilgan, mana qo'ygan joyda to'xtaydi. Bu darvozamizni yana yonida naryoqda bitta eshigi bor. Eshikchasi ham xuddi shuni materiallaridan bo'lgan. Общий summasi 16 million so'mga kelib o'rnadi. Ekranni pastki qismida nomerlarimiz bor. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Chiroyli holatda bitirib beramiz. Katalog ham Telegram, WhatsApp orqali tashlab berilaveradi. 100 xildan oshiq kataloglarimiz bor. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.